O'zbekistonga qarshi o'yinda penalti tepishni istamagan futbolchi qanday qilib yanada kuchliroq jamoaga qarshi yoki jahon chempionatida o'ynashi mumkin? 10 nafar futbolchi yo'q, biz tepmaymiz deb penalti tepishdan bosh tortishdi. Men o'zimni penaltilarimni har doim tepganman, chiqaman va tepaman. Men uchun hamma o'yin muhim. Lekin boshqa futbolchilar bunday xarakter bilan O'zbekistonga qarshi o'yinda penalti tepishga chiqishni istashmasa, nima o'rtoqlik o'yinda jamoaga bosim bo'lganini his qildingmi? Yo'q, men aytmoqchimanki, yo'q. Bilmadim nimaga hamma bunday deb o'ylayapti. Aytmoqchi bo'lganim afsuski, so'nggi paytlarda bizning futbol madaniyatimiz umuman noto'g'ri tarafga, juda katta bosim bor tarafga qarab ketib qoldi. Ya'ni hamma jamoalarga rahmat, omad. Gap klublar haqida ketayotgani yo'q, klublarimiz yaxshi o'ynayapti. Gap terma jamoalar haqida. Terma jamoalarimiz hattoki o'rtoqlik o'yinlarda ularga nisbatan juda katta bosim bo'ladigan tarafga qarab ketishyapti. Bunday mentalitet bilan futbolchilarimiz bunday bosimga chiday olishmaydi. Men uchun bo'layotgan ishlar juda g'alati. Nima sababdan futbolchilarga bunday bosim qilishayotganini tushunmayotganim yo'q. Bu bilan shunday vaziyat yuzaga keldiki, futbolchilar hattoki penalti tepishga borishni ham istashmayapti. Holbuki biz mashg'ulotlarda 2 marta penaltilarni mashq qilgandik. Ustiga ustak jamoamizda zo'r penalti ijrochilari bor. Ali va boshqalar juda yaxshi tepishadi. Mashg'ulotlarda 50 tagacha penaltilardan zarba yo'lladik. 4 ta yoki 5 tasi qaytarildi, lekin qolganlari gol bo'lgan. Ya'ni hamma gol kiritgan. Milod ham gol kiritganmidi? Milod 3 ta penaltidan 3 ta gol kiritgan. Mehdijon, balki bu narsalarga e'tibor bermassizlar. Hozir uzr. Bu narsalarga e'tibor bermaslikning iloji yo'q. Hozir hamma narsa ijtimoiy tarmoqlarda buni butun dunyo tomosha qiladi. Hozir nafaqat yosh avlod, balki butun dunyo majoziy ma'noda internet dunyosiga qarab ketmoqda. Men hozir futbolchilarga bu xabarni o'qima, unga e'tibor berma deb ayta olmayman. Yoki xayollaringdan bu narsani chiqarib tashla deb ularga buyruq bera olmayman. Bu hammaning shaxsiy ishi. Hammaning xarakteri o'zi o'rnatgan chegaralardan kelib chiqib rivojlanadi. Lekin afsuski, aynan shu narsalar futbolchilarga qo'shimcha bosim sifatida xalaqit bermoqda. Lekin O'zbekistonga qarshi o'rtoqlik turnirida o'rtoqlik o'yinida shunday o'ynash mumkin. Buni tajriba sifatida qabul qil. Lekin o'zlari yo'q, biz penalti tepmaymiz deyishsa. Masalan, biz nima qila olamiz?